hurmatli подписчиlar, mana ko'rib turibsizlar, 1 tonna 200. O'tkazib 1 tonna, bu safar 1 tonna 200 ga chiqdi u. Ya'ni yangi rekord. Xudo xohlasa yana rekord yangilab qo'ldan kelgancha ko'rsatib qo'yamiz. Bizda bu bitta o'zimiz emas, barcha jamoadoshlar bilan. Jamoadoshlarga qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu safar 1 tonnani 15 kun sotadi, bu safar 10 kun sotamiz. Niyat qildi. Kechenki bugungi rekordni biz inshaalloh kecharik inshaalloh. Bundan-da yuqori nimalarni kutib qo'yamiz. Rekordlarni. Xudo xohlasa bundan ham zo'r natijalarni chiqamiz. Xudo xohlasa ishonchli. Eng muhimi buni o'sha go'shtli yo'qligini to'shni hisobini olish kerak. Menda hazillashilgan go'sht yo'q, 1 tonna 200 go'sht bor. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha chiroyli chiqarib, buni pishirayotgan jarayonlarimizni ham ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xohlasa o'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Rahmat hammaga.